ketyapmiz. Biz to'xtalib qoldi. Alo. Joyni bo'shatdingmi? Ha, bo'shatdim. Sizchi menga u yoqdan katta qishloqdan joy olib berdingizmi? Ha, oldim. Bemalol kelaver. O'rtoqlar aytgancha salomlashishimdan ham chiqib qolibdi. Hammaga salom, sizlar bilan Suhrob Craft. Agar xafa qilmasanglar, men bu yerlardan ko'chib ketyapman. Mayli suvchi bo'lay. Mayli mayli borganimda ko'rishamiz. O'rtoqlar kelib qoldi, 3 tagina suv qoldi. Men adashib qoldim bu yoqlarda. Ozgina. Suvchi bo'lay 3 tagina suv qoldi. Ozgina qoldi oxirida tikay. Ana qishloq. Men kattaroq degan bitta uymi, ikkita ekan. 3 ta ekan, 4 ta ekan, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta. O'rtoqlar qishloq bu ekan. Bu yerda kon ham bor ekan. Kirib ketdim uyga. Salom qilsin. Bir ekan. Mer. Ey. Siz bu qishloqni mermisiz? Ha, menman. Anaqa bitta uy sotilganda qaysi biri? O'g'ri, meni uyimni oldidagi uy. Xo'p. Mana merda uyi mana uyda. Voy, bu nasiydi menimcha. Merni uyi. Butun qishloqda aylanamiz. Yaxshilab tushuntirsa bo'lmasmi? O'rtoqlar qanday qilib topaman endi? Qayerda? Bularni polzini buzayapman. Kimlarga qayerda? Halloy. Men judayam boyman. Meni uyim, bu yoqda ekan. Mana o'sha merni uyi. Boya ko'rdim, bu yoqqa kirib ketdi. Meni uyim mana shu. Bu qishloq endi menizm. Bu qishloq menda. O'rtoqlar, bu xalatroqmi? Sizlarga ham xalatroq ko'rinib turibdi. Meni ko'zimga ko'rinyapti. Sandig'i bo'sh bo'lsin deganman. Mayli, ketdim hozir. Daraxt chopib toshlar bilan do'stlar bunaqa podadan chopamiz. Bu yoqda kon ham bor, kondan ozgina tosh ko'laymiz. Men normal bo'lsin deganman. Bu loy ham qanaqa yo'ldan topib berdi menga. Menga eng arzonini berganda hamma pulimni bergandim. Ozgina o'ziga olib qoldimi deyman bu loy. Men taxtadan yasaymanmi demoqchi edim. Stop, menda olmos ko'p-ku. Bu xalatroq qishloqmi? Buni so'ndirsam tushmaydi, buz qo'yishim mumkin. Bo'ldi o'rtoqlar, tushundim men. Bo'ldi. Meni Minecraft'im qotib turibdi. O'rtoqlar, men telefonim bug bo'lyapti ekan. Men o'ylandim, qanaqa bo'lyapti dedim. Joylashavdi bu yerlarda. Verstak pechka bor ekan, verstak bor ekan. Ketdik do'stlar. Bu yoqqa daraxt. Opa. İkinci daraxt. Uchtasi yetadi menimcha.
Verstekka. Ortalar. Men bunaqa narsani ishlatib ko'rmadim. Bitta ikkita shular bilan urishdim. Oltin olmani hammasini yeb bo'ldim. Hali shuni ko'ray. Bu qishloq juda ham tarbiyali edi lekin. Ay, nimaga urasan? Seni menga aytib beraman, sen tartibsizlik qilding. 113-moddani buzding. Nima deb tashladi bu dalvoy? Mayli e'tibor beramiz. Qanday? Bizga pichka kerak. Pichka uchun esa bizga versa kerak. Versa uchun esa bizga olmos kerak. Hozir bu bilan ana endi bizda olmos katta bor. Ketdik, qon bor edi bu yerlarda. Boya ko'rib qolgandim. Bitta ko'rdik o'rtoqlar. Qayoqda shu? Boya bitta ko'rdik. Mana ku. Oh, nima tez o'rtoqlar. O'rtoqlar, pechkaga hozir yetadi temir. Temir bizga asqatadi, menimcha. Lekin biz boymiz-ku. Keyingi qismlarda bu bo'lmaydi, chunki buni ijaraga oldi. Doim ijaraga oldiryapti. Men aytdim ijara. U aldab ketdi meni. Qaytib endi bitta bro qaytib endi aytishgan-ku, ishonmagan do'stingga salom chiqarib postingga deb. Mana shu ham bo'ldi. Men hech qachon do'stimga qoldirmayman. Rahmat do'stim, menga rahmatni million trillion marta aytdim. Men qaytib do'stimga ishonmayman. Ijaraga olingan. Biz uni tekinga olgandi. Menga shunchaki bu uyda berayotgandi va men buni dedim. Judayam zo'r menga yoqadi. Men nega buni aytdim bilasizlarmi? Men boyman unaqa deb. Eng arzonlar bo'yicha ikkinchi o'rinda turarkan. Demak, bilan arzon emas. Shu o'rtancha uy ekanda. Ijaraga olib ildirib ketdim meni. Loyni nima qilaman? Bugungi ijarani to'lamadim. Kuniga ekan tag'in. Bitta mas'uliyat beribdi. Oy mer. Yana hamma g'amli. Yana bo'lmas. Hayır, ijara vaqti kelganda ber. Top mer ijara vaqti keldi. Bugun buni to'laganman. Mayli joylashib olaylik. Narsalarni solib. Kirkani ham, toshni ham, hamma narsani solamiz o'rtoqlar. Bitta suv qo'shing. Biz qishloqdamiz. Toshkentda har doim sotib olib ichardik. Va bu yerda bunaqa qilishlarga. Qayta ichsa bo'ladi. Ana to'ldirib qo'yaylik. O'zi ham mana esa bu uyni olib bermoqchi edi. Qaradi va meni deb ketdi. Telefon orqasini ham oladi-ku, shuni bilmabdi-da, bu yeri ko'rindi. Endi qimmat uy dedi. Uni qimmat shart emas dedim. Bu yog'ini ko'rsatdi o'rtoqlar, bu yog'ini ko'rsatmadi.
Ozgina jonim qoldi. Cho'chqalar bo'lacak. Nima dedi? Nima dedi? Sen 91-chi qoidamizding. Bu hech qanaqa mol, sigir, cho'chqalarga tegish mumkin emas. 92-chi qoida. Bunda o'zi nechta qoida bor? 1000ta. Shunday. Ani İsko'ni Hoy, sen yana qoidamizding. Nechun Ya, to'xta, nima deding? Nima deding? Sen yana qoidamizding. Bu 961-qoida. Quduqda 100 qo'l yuvish mumkin emas. Qo'shib tursang-chi bun. Urib ham bo'lmaydi. Unaqa, ey, qishloqqa. Qochib ketyaptim bu. Unda qayerda etay? Qayerda yuvay? Uyda qo'yda bor-ku, to'poy. Hamma uyda bor. Mayli. Baklashga loyiq qoldi yuvaray. Yana qoida buzyapsan. Boqshoqdan haydab yuboraman berga aytib. Qoidalaringga bu nechinchi qoida? 661. Yana bu qoida rasmiy. Yana qoidamizdek. Nechinchi qoida? 67-qoida. Hech qayerda o'zingni uyingga tegsang bo'ladi. Boshqa hech qanaqa blokka tegish mumkin emas. 67-chi. Burran qoida chiqadi. Nima deding? Birovni mazaq qilish. 601-chi qoida. Qoidangni onani. Qoidangni onasini yemsin-da. Lava. Almonni cho'lib, lavaga to'ldirsa bo'larmikin? Uchi kiyib qoldi. Sizlar bilan Subcraft bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha